Mana bugun bizni bedanali tiftel sho'rva qilamiz. Uning uchun kerak bo'ladi 250 gram qiyma, 2 piyoz, bitta kichkina, bitta katta, bittasi qiyma ichiga, bittasi sho'rvasiga. 4 ta chesnokni donachasi, bitta qizil sabzi, bitta sariq sabzi, 12 ta bedana tuxum, 3 ta kartoshka kattaroq, keyin yarim piyola guruch va ziravorlik kerak bo'ladi. Bitta choy qoshiqda zira, yarim choy qoshiqda kashnich, yarim choy qoshiqdan sal kamroq murch kerak bo'ladi va ko'katlar porshimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Endi hozir birinchi bo'lib hamma sabzavotlarni to'g'rab olamiz. Mana sabzavotlarimizni to'g'rab oldik. Piyozni, sabzini, kartoshkalarni chiroyli qilib to'g'rab oldik. Endi hozir birinchi bo'lib sho'rvasini qilib olamiz. Bizga qiymaga yana bitta tuxum, ozgina tuxumdan solib ochilib ketmasligi uchun ishlatamiz. Mana qozonimizga bir cho'mcha soldik, piyoz solib qovurishni boshladik. Piyozlarimiz tilla rangga kirishni boshladi. Ustidan chesnok bilan sabzilarni solamiz, qovuramiz. Mana ovqatga qizartiradiganimizni soldik. Ustiga bitta choy qoshiqda tuz soldik. Tuzni ta'bga ko'ra yana to'g'rilab olamiz. Mana kartoshkani ham soldik. Yaxshilab qovurib, ozgandan keyin suv solamiz. Mana suv soldik. Endi qaynab chiqqandan keyin boya zelilarimizni o'z tarafi ozgina zira bilan kashnich ham solamiz. Mana sho'rvamiz qayta qaynab chiqdi. Unga ziravorlar bilan zelini soldik o'z tarafini. Mana qiymamizni tayyorlab oldik. Piyoz syorkadan chiqazdik, guruch yuvib, zira, kashnich, murchlarni soldik va tuxumni oqidan ozginagina soldik. O'sha yetadi, ko'p solmaymiz. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana qiymamizni yaxshilab pishirib olamiz. Keyin kichkina koptocha qilib tiftel o'sha orasiga qiyma solib, yaxshilab shunaqa dumaloq qilib qo'yamiz. Mana boyagi masalliqdan 8 ta tiftel chiqdi. Endi shuni bu kichkina oilalarga mo'ljallab qildim. Agarda 2 barobar shu masalliqni 2 barobar qilsak, katta oilalarga qilishimiz mumkin. Qolgan 4 ta tuxumni sho'rvani ichiga solib beramiz. Mana sho'rvamiz ham chiroyli qaynayapti. Endi bir chetdan tiftellarimizni solamiz. Mana tiftellarimiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Tiftelimizga o'sha ochilib ketmasligi uchun bitta tuxum yarmisini solamiz. Mana mazali tiftel sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi.